Rossiyada minglab jinoyatchilar qonundagi o'g'rilarga bo'ysungan. Ammo bir xalq bor ediki, ular bu tizimni tan olmadi. Hatto qamoqxonalarda ham va jinoyat olamida ham ular o'z qonunlari bilan yashadi. Kim edi ular va nega butun jinoyat dunyosi ulardan ehtiyot bo'lardi? 1 yillik tanaffusdan keyin xarizmatik yana e'tiboringiz markazida. Siz like bosing, men chechenlar va vorlar o'rtasidagi to'qnashuvlar haqida aytib beraman. Rossiya jamiyatida Chechenistondan chiqqan insonlar odatdagidan boshqacharoq qabul qilinadi. Chechenlarni deyarli har doim avtomatik ravishda jinoyatchilar bilan bog'lashadi. Biroq eng qiziq tomoni shundaki, hamma yaxshi biladiki, chechenlar Rossiya jinoyat olamining tushunchalari va qonunlarini tan olmaydi. Chechenlar nafaqat jinoyat olamida o'ziga xos bo'lgan an'analarni hurmat qilmaydi, balki ularni mensimaydi yoki hech bo'lmaganda hisobga olmaydi. Eng katta hayrat uyg'otgan savol shuki, maydoni atigi 16,000 kvadrat kilometr va aholisi 1,5 million kishi bo'lgan kichik bir hududdan chiqqan odamlar qanday qilib nafaqat butun postsovet hududidagi jinoyatchilar an'anasiga bo'ysunmadi, balki ta'sir doiralari uchun kurashda qonundagi o'g'rilarga munosib raqobatchi ham bo'la oldi. Bu holat yana shunisi bilan ham ajablanarliki, qonundagi o'g'rilar Sovet ittifoqi davridan boshlab sobiq SSSRning deyarli barcha respublikalarida qariyb 300 million aholiga ega hududda cheksiz ta'sirga ega bo'lgan. Shu sababli ham son jihatdan kam bo'lgan chechenlarning o'z qonun qoidalari va odatlariga tayangan holda jinoyatchilik mafkurasi hamda ko'plab uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi tura olgani yanada hayratlanarli ko'rinadi. Shuni ham hisobga olish kerakki, Rossiyaning yirik shaharlarida yashovchi chechenlarning taxminan 90% tinch va qonunga itoatkor hayot kechiradi. Boshqa har qanday diaspora yoki Rossiya jamiyatidagi kabi noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanadi. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Kadyrov avvalroq bir gap bilan respublikani qonundagi o'g'rilar va ularning tartib-qoidalaridan xalos qilganini aytgan edi. U ularga hududda o'zlarining shubhali ishlari bilan shug'ullanmasligini buyurgan va bu yerda undan ham yaxshiroq qonunlar borligini ta'kidlagan. Qizig'i shundaki, Kadyrov bu masalada haq edi. Faqat bitta savol tug'iladi: nega? Javob esa chechen xalqining axloqiy va ma'naviy qadriyatlariga borib taqaladi. Eslatib o'tish joizki, butun tarix davomida 2010-yilgacha Chechenistonda qonundagi o'g'ri deb atash mumkin bo'lgan atigi 2 kishi bo'lgan va ularning hukmronligi ham uzoq davom etmagan. Ulardan biri 1990-yillarning o'rtalarida otib o'ldirilgan Sulton Daudov, ya'ni Sulton Balashixinskiy. Ikkinchisi esa hozirda chet elda yashayotgan Husayn Ahmadov, ya'ni Ko'r Husayndir. Chechenlarning jinoyat tushunchalari va qonunlarni qabul qilmasligi asosan chechen jinoyatchilarining o'zlari tomonidan bu tizimga nisbatan mensimaslik bilan izohlanadi. Hatto chechen millatiga mansub vorvizakoniylar ham o'z xalqi orasida ildiz ota olmagan. Bu xalq vakillarining iyarxiya va bo'ysunish haqidagi tasavvurlari mutlaqo boshqacha bo'lib, ular ildizlari Chechenistonning ko'p asrlik tarixiga borib taqaladi. Birinchidan, har qanday chechen erkagi uchun uning urug'i va oilasi muqaddas hisoblanadi. U oiladagi kattalarning so'zdan chiqishga haqli emas. Jinoyat qonunlariga ko'ra esa, qonundagi o'g'ri oilaga ega bo'lishi va qarindoshlarining fikriga quloq solishi mumkin emas. Ikkinchidan, qonundagi o'g'rilar odatda katta bo'ysunuvchilar armiyasiga ega bo'ladi. Ammo chechen jinoiy avtoritetlari bunga yo'l qo'ya olmadi. Chunki ular o'z xalqining mentaliteti va odatlariga moslashishga majbur. Bu esa jinoyatchilar tushunchalari bilan mutlaqo mos kelmaydi. Chechenlar oqsoqollar yoki o'z millatidan bo'lgan obro'li rahbarlarga bo'ysunadi. Bu rahbarlar albatta yoshi katta bo'lishi shart emas. Chechenlar orasida jumladan jinoyat olami vakillari ishtirokidagi yirik mojaro yuzaga kelganda, kim haq, kim nohaq ekanini aniqlashning doimo 2 xil yo'li bo'lgan. Birinchisi islom qoidalari asosida, ikkinchisi urf-odatlar asosida. Uchinchi variant mavjud emas. Uni na tan olishadi, na tushunishadi. Masalan, munosabatlarga oydinlik kiritish jarayonida siz masalani odatlar bo'yicha hal qilishni taklif qilsangiz, rahbaringiz esa men qonundagi o'g'riman, shuning uchun bu vaziyat jinoyatchilar tushunchasi bo'yicha hal qilish kerak desa, bunday holatni tasavvur qilishning o'zi qiyin. Bunday vaziyat amalda bo'lishi mumkin emas. Chechenlarda shunday bo'lgan va doimo shunday bo'ladi. Shu sababli mamlakatdagi eng nufuzli insonlardan biri hisoblangan Ramzan Kadyrov uchun yangi paydo bo'lgan qonundagi o'g'rilarni respublikadan faqat bir necha og'iz so'z bilan chetlatish qiyin bo'lmagan. Shu bilan birga Kadyrovning bizda bundan ham yaxshiroq qonunlar bor degan gapi o'z ma'nosini ochadi va u uzoq o'tmishda shakllangan axloqiy me'yoriy qadriyatlar hamda qonunlarni nazarda tutganini tushunsa bo'ladi. Chechenlarning jinoyatchilar tushunchalaridan mustaqil va alohida ekanligiga 1980-yillarda Sochida bo'lib o'tgan jinoyatchilar yig'ilishi haqidagi voqea ham misol bo'la oladi.
O'sha paytda umumiy masalani muhokama qilish uchun chechen jinoiy avtoritetlari ham taklif etilgan edi. Qonundagi o'g'irlar oldindan barcha masalalar faqat o'zlarining jinoiy olamiga xos qoidalar asosida hal qilinishini ma'lum qilgan edi. Ammo chechenlar yig'ilishga kelmagan. Ular jinoyatchilarga xohlaganingizcha qaror qabul qiling. Biz esa sizlarning qoidalaringiz ham ish ko'ramiz degan mazmunda javob yuborishgan. 1990-yillarning boshlarida chechenlar butun Rossiya jinoyat olamida o'zlarini juda kuchli namoyon qilgan. Buning uchun ma'lum sharoitlar ham mavjud edi. Ko'plab qadimiy an'analarni saqlab qolgan chechen jamiyati vakillarida bunga zarur bo'lgan sifatlar mavjud edi. 1990-yillarda ko'pchilik Rossiyadagi eng qudratli chechen jinoiy guruhlaridan biri va Moskvadagi eng ta'sirli uyushgan jinoiy tuzilmalardan biri bo'lgan Lazan guruh haqida eslaydi. Bu guruhning asoschilari chechenlar Nikolay Xaza Sulaymonov, Xo'ja Ahmad Nuxayev va Mavladi Atlangiriyev bo'lgan. E'tiborlisi shundaki, o'zini faqat guruh rahbari bo'lgan, balki ta'sir doirasini qayta taqsimlash uchun olib borilgan to'qnashuvlarda shaxsan qatnashgan. Ana shunday janglardan birida uning bosh suyagi ham yorilgan. Ularning kurashadigan raqiblari ham yetarli edi. Poytaxtda Kavkaz guruhlarining kuchayishiga, Slavyan jinoiy guruhlari bilan muntazam qarama-qarshiliklarga qaramay, Lazan guruhi yil sayin o'z qudrati va ta'sirini oshirib boradi. Chechenlar an'anaviy reket bilan shug'ullanib, asta-sekin avtomobil biznesining bir qismini, ko'plab mehmonxonalar va restoranlarni o'z nazoratiga oldi. Shu bilan birga ular hududiy chegaralarga qattiq amal qilmas edi. Bu orqali ular Slavyan guruhlarini o'zlari uchun avtoritet deb bilmasliklarini ko'rsatardi. Ular Moskvaning turli tumanlarida joylashgan korxona va firmalarga bosim o'tkazishardi. Chechenlar aniq ishlab chiqilgan sxema bo'yicha harakat qilgan. Potensial to'lovchilar bilan birinchi uchrashuvga guruh rahbarlari kelib, tadbirkorlarga to'lanishi kerak bo'lgan summa va muddatni ma'lum qilardi. Agar kelishuvga erishilsa yaxshi, agar rad etilsa guruh vakillari yelkasini qisib qaytardi. Ammo bir necha kundan keyin tadbirkorning oldiga yangi mehmonlar, qurolli kavkazlik jinoyatchilar kelardi. Ularning tashrifidan keyin deyarli hech kim jarohatsiz qolmas edi. Omon qolishga muvaffaq bo'lganlar esa o'zlarini juda omadli deb hisoblardi. Natijada biznes muhitida bir qoida shakllandi. Chechenlar bilan muzokara olib borish foydasiz. Agar kuchli himoyangiz bo'lmasa, ularning shartlariga darhol rozi bo'lgan ma'qul. Chechen jinoiy guruhlarining muvaffaqiyati siri shunda ediki, ular ichida deyarli hech qanday ichki nizolar bo'lmagan. Har bir ishtirokchi o'z o'rnini aniq bilgan va rahbarlarga so'zsiz bo'ysungan. Odatda ular bir-birining o'rnini egallashga yoki jinoyat iyerarxiyasida yuqoriroq pog'onaga ko'tarilish uchun kurashga intilmagan. Aksincha, bu holat Slavyan jinoiy guruhlari o'rtasida tez-tez uchrab turgan. Lazan guruhi qonundagi o'g'irlar hokimiyatini tan olmagan. Ma'lum bir voqeada bir necha qonundagi o'g'irlar jumladan Zaxariy Kalashev, Shakiro Maladoy boshchiligidagi guruh Nuxayev rahbarlik qilgan chechen jinoiy avtoritetlari bilan tushuntirish suhbatlari o'tkazishga uringan. Biroq bu urinish shunda yakunlanganki, pichoqlar bilan qurollangan Lazan guruhi vakillari qonundagi o'g'irlarga hujum qilgan. Shakiro Maladoyning o'zi ham pichoqdan jarohat olgan. Bir yildan sal kamroq vaqt ichida Lazan guruhi Moskvadagi boshqa jinoiy guruhlar rahbarlariga qarshi 20 dan ortiq yirik kuch ishlatish amaliyotlarini o'tkazgan. Guruh a'zolari hech qanday holatda ham to'qnash kelish tavsiya etilmaydigan odamlar sifatida nom chiqargan. Jinoiy guruh rahbarlari juda tez millionerga aylangan. Ma'lumotlarga ko'ra, guruh tadbirkor Boris Bezovskiy bilan faol hamkorlik qilgan. Taxminlarga ko'ra, 1980-yillarning oxiridan boshlab ularning biznes hamkori bo'lgan va guruh nazoratidagi tizimlar orqali avtomobillar sotgan. Atlangiriyev va Nuxayev Berezovskiyga avtovaz jinoiy guruhlari bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam bergan. Buning evaziga Berezovskiy nafaqat daromadlari bilan bo'lishgan, balki o'zining Logovaz kompaniyasi xavfsizlik xizmatiga guruh brigadirlaridan biri Magomed Ismoilovni rahbar qilib tayinlagan. Bundan tashqari qamoq joylariga tushgan chechenlar u yerda ham o'z urf-odatlariga hurmat qozonishga muvaffaq bo'lgan. Bu borada Rossiyaning sobiq mahbuslardan biri aytib bergan voqea juda xarakterlidir. U shunday degan: "Men bu mojaroning boshlanishi va rivojlanishi haqida tergov hibsxonasida bo'lganimda kuzatganman. O'sha paytda lagerlarda kavkazliklar, ayniqsa chechenlar, qonundagi o'g'irlar va ularning qoidalariga bo'ysunishni ochiqchasiga rad etayotgani haqida hamma gapirardi. Ular o'z tuzilmasini yaratib, o'z xulq-atvor me'yorlarini joriy etayotgan edi. Ularga bosim o'tkazishga qilingan har qanday urinishga ular yaxshi tashkil etilgan zo'ravonlik bilan javob qaytarardi. Bu zo'ravonlik darajasi ko'pincha jinoyatchilar tomonidan qo'llaniladigan usullardan ham kuchliroq edi.
Masalan, Komi Respublikasidagi koloniyalardan birida chechenlar bilan mahalliy jinoyatchilar o'rtasidagi mojaroni kuzatganman. Mahbuslarning katta qismi mahalliylarni tashkil qilardi, ammo 5-6 nafar chechen ham bor edi. Bir kuni ularning kattasi jazolash izolyatoriga joylashtirildi. Mahalliy mahbuslar bundan foydalanib, zonada kim boshliq ekanini bir yoqlik qilishga qaror qildi. Chechenlar razborkaga chaqirildi. Ular esa avval izolyatordagi katta odamning fikrini so'rashdi. Katta odam esa izolyatordan turib xat yuboradi. Chaqirishyaptimi, boringlar, masalani hal qilinglar deb javob beradi. Shundan keyin ular tayyorlana boshladi. Shoshilmasdan kravatlardan tushishdi, kiyimlarni to'g'rilashdi. Pichoqlar yetiklarga yashirildi va barakdan chiqildi. Mahalliylar kutib turgan barak lagerning boshqa chekkasida edi. Voqeani kuzatgan odamlarning aytishicha, chechenlar klassik western filmidagi qahramonlar kabi sekin yurib borardi. Faqat westernlarda issiq va chang bo'lsa, bu yerda qalin qor va og'izdan chiqayotgan bug' bor edi. Chechenlar barakka kirgach oradan taxminan 30 soniya o'tib, deraza va eshiklardan yarim kiyingan mahbuslar yugurib qocha boshladi. Bular o'sha mahalliy jinoyatchilar edi. Tushunish mumkinki, barcha masalalar hal bo'lgandi. Hikoya qiluvchining eng ko'p hayratga solgan narsa guruh kattasi deb tan olingan odamning ko'rsatmasini avtomatik ravishda bajarish edi. Shuningdek, son jihatdan bir necha baravari ustun bo'lgan raqibga qarshi darhol borishga tayyorlik va qat'iyat ham hayratlanarli edi. Aslida bu buyruq ham emasdi, ko'proq ruxsat edi. Ularning o'zi ham omon qolishning yo'li yashirinib o'tirish emas, balki hujum qilish ekanini tushunardi. Chechenlar haqiqatan ham muammolarni o'zlariga xos usulda hal qilgan. Ko'pincha raqiblar bilan uchrashuvlarda ular deyarli darhol o'q uzish yoki pichoq ishlatishga o'tgan. Matnga ko'ra, ular nafaqat begonalarga, balki o'z safdoshlariga nisbatan ham juda qattiq qo'l bo'lgan. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak qiziqarli bo'ldi. Shunday ekan, siz like bosing, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va xarizmatikni kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.